Lutfiy 1366-yilda tug'ilgan. U 15-asrning birinchi yarmida o'zbek tilida yaratgan Gul va Navro'z dostonini sho'rolar davrida uzoq yillar Lutfiyning asari sifatida xato deb taxmin etilgan edi. Ammo keyin tadqiqotlar bu dostoni o'sha davrda yashab o'tgan shoirning Hayrat Xorazmiy qalamiga mansub ekanligini ko'rsatdi. Uning barcha turkiy devonining 16-asr va 20-asrning mobaynida ko'chirilgan jami 33 ta nusxasi yetib kelgan. Olimlarning hisob-kitobiga ko'ra, shoirning merosining umumiy miqdorida 3000 baytga yaqin, 175%ni g'azal janri namunalar tashkil etgan. Shoir g'azallardan tashqari qit'a, ruboiy, tuyuq va fard janrlarini ham ijod qilgan. Lutfiy o'zbekning adabiyotni 15-asrning ikkinchi yarmida bo'lgan davrda eng mashhur lirik bo'lgan.